Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana bugun sizlarga Humans degan sim kartani gapirib beraman. Humans bu zo'r sim karta ekan. Hozircha abonent to'lovi ham yo'q, mutlaqo tekin. Sim karta olgan bo'lsalaring xizmat haqqi ham olmaydi. Bemalol mana shunday xat jildga solib beradi. Sim karta olish uchun yoningizda pasportingiz bo'lishi kerak va oldindan humans.uz saytiga kirib sim kartaga zakaz berishlaring kerak bo'ladi. Mana men Humans degan sim kartani olganman va o'z telefonimga o'rnatganman. Internet, SMS, megabayt hammasi tekin. Sim kartani o'zi ham tekin. Sim karta bu chiroyli raqamligiga qarab narxlanib ketaveradi. Masalan, 100 ming, 150 ming, 500 ming, 1 million yetib ketaveradi. Narxlar ko'tarilib. Uning qulaylik tarafi ham siz hozir 150 minglik sim karta oladigan bo'lsangiz, shuni 3 yilga bo'lib to'laysiz. 3 yilda. Masalan, 3 yilda 36 oy bo'ladigan bo'lsa, 36 oyda 4100 so'mdan tushadi. 150 ming so'm. Har oyiga 4001 so'mdan to'lab borasiz. Humans.uz saytida Humans ilovasida. Xohlasangiz Humans saytida to'laysiz, xohlasangiz Humans ilovasida to'laysiz. Menga bu sim karta yoqdi, ajoyib ekan, hamma narsa tekin. Do'stlar, sizlar ham shunday sim karta olishingizlarni so'rab qolaman. Bu yangilik albatta. Sim karta olganib borganimda qarasam, kamida 100 ta obunachi debman, uzr do'stlar. Abonent turgan ekan. Ochiratda sim karta olish uchun ochiratda shuncha odam. Mayli, kanalimizga obuna bo'ling va yangiliklarni kuzatib boring. Hamda kinolarimiz, videolarimizdan bahramand bo'ling. Xayr, sog' bo'ling.